uchta nuqtasini qo'yamiz va mana shu o'rtadagi tishiga sochib qo'yamiz nuqtani. Agar bu nuqtalarni biz mana bunaqa holatda qilib yozsak, bu xato hisoblanadi. Yoki bo'lmasa mana bunaqa holatda o'ta sochib yorsak ham bu noto'g'ri bo'ladi va nuqtalarni mana shu o'rtadagi tishida sochilgan holatda yozamiz. Endi so'z boshi. So'z boshida har doim keyingi harfga qo'l cho'zganligi uchun qozonini olib tashlaymiz va bitta kattaning ichida uchta tishi va keyingi kattaga qo'lini cho'zib qo'yamiz. Mana shunaqa holatda demak tishlarni ham qo'yamiz. Buni xatosi bunaqa qilib tishlarni baland qilib yozmaymiz. Bu xunuk hisoblanadi. Demak, chorakda kattaga yetadi. Endi so'z o'rtasi. So'z o'rtasi qo'shni kattadan qo'l olamiz va yana bitta kattaga tishlarni yozib, keyingi chiziqqa, ya'ni satr chizig'idan keyingi harfga qo'l cho'zib qo'yamiz va uchta yana nuqtalarni qo'yamiz. Endi so'z oxiri asosan alohida ko'rinishda olinadi. Faqat qo'shni kattadan qo'l olib va uchta tishi va mana shunaqa holatda demak qozonchasini qilamiz va shin harfini yozilishini o'rganib oldik. Endi